Akalar, assalomu alaykum. Kallapocha go'sht markazi endi ertalab soat bomdoddan keyin soat 9 gacha ishlayapmiz. Issig'i bo'ladi. Kechki payt soat 5 dan kechki payt soat 9 gacha ishlayapmiz. Issig'i tayyor bo'ladi. Obedda kunduzi faqat xomlari bo'ladi. Xom til, tuyoq, go'shtlar. Bu aka nima chuchugi? Mana sen nima achiga? Ha. Aka tili.